Svidaniya Show o'z nomi bilan show. Assalomu alaykum. Kanalimdagi 350 mingga yaqin insonlar shu Svidaniya Show'ni orqasidan bir joyga yig'ilgan. Albatta shular uchun va sizlar uchun Svidaniya Show'ni navbatdagi qismini boshladik. Amerikanskiy YouTube orqali oson biroq katta daromad qilish mumkinligini bilganingizda siz ham shu ishni qilib ko'rgan bo'larmidingiz? Unda ekranga yaqinroq keling. Albatta bu narsa bilan sizlarni Aziko akam tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mansur obunachilari. Biz hozir amerikanskiy yo'nalishda kurs qilganmiz. Ya'ni ham amerikanskiy yo'nalish bo'yicha to'liq kurs, bu kursni bitirib chiqqan odam kursga to'lagan pulni 120 kun davomida rezultatga erishmasa, biz 100% qaytarib beramiz. O'rtoqlar o'ylashim bo'yicha sizlarga foydali reklama qildim deb o'ylayman. Aziko akamga boylanish uchun o'sha ekraninglarda ko'rib turgan ilovalar orqali, ya'ni saytlar orqali murojaat qilishingiz mumkin bemalol. YouTube'da pul katta. Harakat qilish kerak, uni olish kerak, tamom. Shuncha kuttirib turishini qaranglar endi bu qizni. Yo Alloh. Ota akam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. İşleriniz yaxshimi? Yaxshi, yaxshimisiz? Ha, rahmat. İsmingiz nima edi? Yetmadilarmi holingizlar? Yo'q. Riskovatga chiqarib yubordi, bor, chiqaverchi nimadir bo'ladi. Uchrashuvga chiqib meni ismimni bilmayapsizmi? Endi esimdan chiqib qoldi, aytishgan edi. Ismim Shona. Shona? Dunyoda birinchi marta eshitishim bu Shona degan ism. Balkim Ruhshonadir? Yo'q. Yoki Ruxsora. Shahzoda Shona taxallusim. Shahzoda ismingiz? Shona taxallusiz. Shunaqa. Shahzoda Shonaga qarab nimadirlar deyormayaptimi? Yo'q. Bu mos kelmayapti-yu. Mos keladi. Mana keldiryapman-ku. Ha, yaxshi. Meni ismim Mansurbek. Xolamni topgan edi sizni. Shunga nima bo'lsa bo'lar deb chiqib kelaverdim. Nima bo'lsa bo'lar? Ha. Nima ish qilasiz? Siz tergovchimisiz? Yo'q, nimaga? Bilmasa, birdaniga nima ish qilasiz deyapsiz-ku? Yo'q, endi baribir nimalar bilan shug'ullanasiz, nimalarga qiziqasiz, nimalar qilasiz? O'qiyman. Moliya institutida o'qiyman. U moliya instituti nima edi? Shunda nimalikka o'qiysiz umuman? Bank sohasi bo'yicha. Bankirmisiz? Lekin ishlamayman, ishlash niyatim yo'q. Unda nima o'qiyapsiz? Prosta ijonim etdilar. O'qisang, bar o'qimishli deb yaxshi joydan senga sovchilar keladi, o'shaning uchun o'qiyapman. To'ydan keyin ishlamasangiz unda bizni kim boqadi? Voy! Sizchi siz ishlamaysizmi? Siz boqasiz qani ishni? Yo'q, men ishlayman. G'alati ekansiz. Yana mendan chiqib mahr so'ramadingiz-ku, amiga tavba qildim. Yaxshi shu narsani eslatib qo'ydingiz. O'zi qiziq bo'layotdi shu. Misol, ana o'qimagan qizlarni mahri deta bir 700-800 yo buyog'i $1000 bo'ladi-yu. O'qiganlarga qancha bo'ladi shunda? Bilmayman, o'qigan-o'qimaganu, endi hamma o'ziga yarasha aytadi. Laviz yonboshdan bunday ko'rinyapti, bormi? Yo'q. Chiroyli emasmi? Ochib qoldi mashinamiz. Ochib qoldi. Men mahriga uy, mashina so'rayman. Nima? Ha, uy, mashina so'rayman. Arzimaymanmi? Aynan bir so'rab ko'ringchi nima deylik. Arziysan Shona deyapti. Qo'ysiz? Nimaga unda men eshitmayapman? Shona deyapti. Siz eshitmaysiz-da shunaqa. Nimasi kulgili? Endi. Uy, mashina. Nima desam, kim o'rgatdi sizga uni? Hech kim o'rgatmadi. Ha. O'zi shunaqa narsa so'rayman mahriga. Ha, o'zingizning planingizmi bu? Ha, shunaqa. Yana bir haligi nimalar bormi? Xom xayollar bormi yana? Bu xom xayol emas. Xo'p. Rostdan ham shunaqa so'rayman. Agar bermasa turmushga chiqmayman. Nima kerak bor menga quruq. Bermasa emas, bu bermasligi tayin, aniq va tiniq. Siz qayerdan bilasiz? Men tasavvur qilyapsizmi siz? Uy, mashina. Uning uchun kamida bir 55-60 ta tepib qo'ygan bitta cholga turmushga chiqish kerak. U ham bir haligi bosar tusarini bilmasdan vobshe haligi o'ta ko'p pul topadigan odam bo'lish kerak.
Yo'q. Ha. Shunaqa deb o'ylaysiz siz? Yo'q, o'ylamayman. Aniq va tiniq dedim. Qo'yayam. Men xudo xolasa shunaqa mehr beradigan so'nggi turmushga chiqaman. Hozir siz mahrga mashina, uy dedingiz, to'g'rimi? Siz nimaga bera olasiz bo'pti? Men faqat yashab bera olaman. Вот это поворот! Hozir ham yashayapsiz, shunaqa yashab yurarsiz bo'lmaydimi? Yo'q. Erimga chiroyli yashab beraman, bo'ldi. Soat 10-11 da turib, Ha. kechasi soat 11-12 da klublarga borib, Klublarga erim bilanmi? Variant. Variant rost-a? Hozir ko'plar eri bilan klubga boradi-ku, nimasi yomon? bu siz hamon shunaqa bo'lib ketdimi? Ha. Hozir moda-ku eri bilan klubga borish. Ha, modaga qarab yashayman-da. Ha, shunaqa zamonga qarab. Yaxshi, yaxshi. Meni dunyoqarashim juda ham boshqacha. Ko'rinib Ya'ni- turibdi. Nimasi ko'rinib turibdi? Ya o'zi aytibman-da, anaqa uchrashuvga shortida chiqibsiz. Endi shortida chiqqanim sababi birinchidan anomal issiq bo'lyapti. Xo'p. Xabaringiz bormi? Toshkentda anomal issiq bo'lyapti. Даже 46 gradusgacha chiqadigan mishi bor ekan. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Xo'p, men ham shortida chiqsam bo'larmi? Endi sizga shorti yarashmasa kerak, o'zi salkam shortida chiqibsiz. Yo'q, yarashadi, juda ham chiroyli turadi shortilar. Yo'q, unaqa yarashishini aytmayapman. Endi o'g'il bolaga o'tiraveradi. Shorti kiyib chiqish. Nima qilyapsiz? Ya o'zi labim ozgina qurigan, o'shaning uchun qo'llayapman labimni shunaqa. Bunaqa qilsam qo'llanadi-da. Men ham qilsam bo'laveradi. O'zingiznikimi? Nimasi kulgu? Siznikini bo'lmaydi. Bizni video kontentlarni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Aydanat orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Aydanat silkasi kommentariy va opisiyalarda bo'ladi. Albatta bu bizni keyingi videolarimiz chiqishi uchun motivatsiya bo'ladi. Xo'p, o'zingizni labingiz qilavering, mendan so'rab qolmaysiz-ku. To'g'rimi? Bo'pti, qarang. Nima ovqatlar qilishni bilasiz? Hatto ham shuncha uy, gelik, ya gelik dedingizmi? Nima mashina dedingiz? Uy, mashina so'radingiz. Bo'pti, xo'p. Nima hatto bir ovqat degan narsalar Men hozirgi vaqtda arabchaga boryapman. Hali arabcha o'qiyapsizmi? Voy mashalloh. arabcha raqs qilyapman. О, какой поворот! Вот это поворот! Hozir trendda shunaqa raqs. Bo'lajak turmush o'rtog'imga o'ynab berish uchun anaqa harakat qilyapman. Shunga boryapman. turmush o'rtog'ingizga arabcha o'ynab berish uchun qancha umringiz ketkazyapsiz shunda? 3 oylik kursga boryapman-da. Hozircha 1 oyligi o'tdi, 2 oyligi qoldi, xudo xolasa. Ovqat degan narsalar Ovqatmi? Faqat tuxum qaynatishni bilaman. Faqat tuxum qaynatishni bilaman. hozir sizni pazandaligingiz shu yerda tugadimi? Tuxumda tugadimi? Shunaqa. Hozir anaqa zamonaviy. Siz men yerga o'tirdingiz-ku. 3 minut bo'ldimi, 5 minut bo'ldimi, qancha bo'ldi bilmadim. Miyam bitta tomon ishlamayapti o'zi. Siz gapirayotgan gaplaringizdan. Yo'q. Xo'p, o'zingiz nima ish qilasiz? Asosan men sut purishman. Sutxo'r emas, sut purish. U nima degan? Sut sotaman. Haligi gollandskiy sigirlar bo'ladi. Shularni o'zini pozasiga qo'yib olib sog'aman. Har kuni ertalabda 25 ta sigir sog'aman. Bozorga olib chiqib sotaman shuni. O'zini 25 ta gollandskiy sigirim bor. Siz ham olsam 26-chisi bo'lasiz. Ay yo'q. Shundayda men sigirmanmi sizga? Endi diplom bor sigirsizda. Voy. Hazillashdim. Yo'q, chin olmadim. Chunki ko'rinishingiz qanaqadir chin emasda. Nima qilmadim? Chin olmadim. Rost olmadim deb shunaqa. Shunaqa. Yaxshi. Yana nimalarga qiziqasiz? Bir qiziqishlar bormi? Bir dunyoqarashingizni o'zgartirarmiz hatto. Bor, qiziqish. Nimalarga qiziqasiz? Faqat haligi realniroq bo'lib gapiring, haligi siz gapirayotgan gaplaringiz uy, mashina, oddiy misol mana to'ydan keyin deylik. To'ydan keyingi planlar qanaqa, orzu niyatlar qanaqa so'rab qo'ygan yaxshi baribir qiz boladan. Keyin asal oyiga bormoqchiman. Qayerga? Asal oyiga. Qayerga? Baliga. Ishkalatmi?
Qanaqa shokolad? Ha, bundoq shokolad bo'ladimi o'shalik? Voy. Sizchi seriy sog' yuravering. Ya bu sigirni orqasidan ham Siz bilan yaxshi billachi topsa ozi bo'ladi. havas qilib nimadirlar gaplashib bo'lmas ekan, ishonavering. Yo, Baliga boraman dediz-ku. Xo'p, aylangani chetga chiqmoqchiman. Ha, u qanaqadir davlatning nomi-mi? Har xil davlatlarga borib aylanib kelmoqchiman. Kim olib borib keladi sizni? Siz? Nechta davlatga bormoqchisiz? Endi ko'p. Qancha ko'p davlatga olib borsangiz shuncha Ha, yaxshi. olib bormasamchi? Olib bormasangiz, siz nima keragingiz bor menga? Quruq sizni nima qilamanman? Ha, siz ham ovqat qilib bermasangiz, ertalab turmasangiz, xizmat qilmasangiz, unda sizni nima keragingiz bor? Ayollik vazifasi faqat ovqat emas. Yo'q, shu erkak kishi uchun shu. Erkak kishining ko'yniga oshqozon orqali yo'l topilinadi, xabaringiz bormi? Yo'q, unaqa emas. Yo'q, shunaqa Hozir ela. erkak kishining ko'ngliga oshqozon emas. Adashyapsiz. Adashyapsiz. Ovqat tayyorlaydigan xudo olsa, anaqa olib berasiz. Bitta erkak kishining ko'yniga nima bilan ko'ngil topsa bo'ladi? Bir aytingchi, eshitaylikchi. Mehr berib. Qanaqa mehr endi? Mehrda ham har xili bo'ladi. O'sha har xildan bittasi o'sha ovqat. Endi qolganlarichi? Ovqat? Yo'q, men ovqatni mehr deb bilmayman. Nima unda mehrsiz mehr deb biladigan mana Chiroyli qarang. kutib olish. Mana ishdan qarang, mana keyin. qarang, mana qarang. Bo'ldi, oldiga qarang. Nima u? Yo'q, ko'rmadim. Mashina. Ko'zingiz kattaroq ochib yasang bu hayotda ko'rdingizmi? Sizni ko'zingiz ochiq emas, yo ko'zingiz ochiq. Baland mashina emas ekan, past mashina ekan, kichkina ekan. Ko'rimsiz ekan. Menga mana mashinani ko'rsating. Ko'raman qarang. O'zingiz ham lekin mana 42 da keldingiz. Xabaringiz bormi? 42. Ha. Nima endi? Mashinangiz nima edi? 42. Men mashinam yo'q. Tapchkam yutasizmi? Tapchka. O'z tapchkada keldi, zato u odamning o'sha mashina bo'lsa ham bor ekan. Voy. Mayli, men tapchkada yuraveray, lekin unaqa past mashinada yurishni xohlamayman. Baland mashinada yurishni xohlayman. Bo'ldimi, shunda qiziqishlaringiz tugadimi? Shularmi? Yo'q, qiziqishlarim ko'p. Shu chetga chiqib keladi. Sekin o'zingiz haqingizda gapiring. Mana Xo'p, sekin o'zingiz haqingizda balki meni sizga bo'lgan fikrim o'zgarib qolar. Sizni olarman balkim. Ana eplab tovaringizni o'tkazib olsangiz degan anaqalar bo'ladi. Siz o'zingiz haqingizda fikr anaqalaringizni aytib bering. Men Keyin shunga siz qarab menga xulosa o'zingiz qilaman. haqingizda fikringizni Ha, aytasiz. shunaqa aytingchi. Xudo xolasa men to'yimda. Xo'p. Ha? To'yimda. Sal qattiqroq gapiring. Voy, eshitmayapsizmi? Endi eshityapman. To'yimda ko'p san'atkorlar chaqirmoqchiman. Keyin bir 7 etajli tort bor-ku, o'shalarga erim bilan birga bunaqa qulupnikalar bo'ladi-ku, o'shalar birga yasatmoqchiman. Hech kulgili emas-da bu. Ha. Bo'pti, tortni yasatmoqchisiz keyin? Xo'p, to'yimni juda ham katta qilib Yakkasaroyda qilmoqchiman. Keyin ana xalqlar do'stligi san'at saroyini gaplashsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi, u chiroyli emas. Chiroyli emas? Yo'q. Yo'q, chiroyli emas. Xo'p. Shunaqa orzu-havaslarim ko'p. Erim shunaqangi boy bo'lishini xohlayman, mazza qilib yashagim keladi, ishoning. Hamma narsam bo'lishini, dahshat bo'lib yashashni xohlayman. Hech kulgili emas-da. Aytaymi endi meni xohlayman. Xo'p. Anjelina Joli bor. Ashuni Aha. ko'rishni xohlayman. Hozir men nima kamim? Kimdan? Anjelina Jolidan? Nima kamim? Hali millionda aytadi, ko'rganmisiz? Farqi nimada desa, farqi narxida deydi. Voy, kechirasiz, menga. Xo'p, yana ha, boy eringiz bo'lishini xohlaysiz. Eshityapsizmi? Menga Ronaldo yozgan. Kim? Ronaldo yozgan menga. Ronaldo yozgan? Nima degan? Qalaysiz degan. Keyinchi siz nima degan? Yozmaganman. Ko'rdingiz? Narxim bor. Miya otilib ketay deyapti sizni bu gap so'zlaringizdan bor. Uchrashuvga chiqqan qizni siz o'zi turmushga chiqqiz bormi yoki turmushga chiqqiz kelmasdan shunaqa gaplarni gapiryapsiz? Bor. Endi sizga bitta savol. Siz aytyapsiz, bankda ishlaysiz, keyin to'ydan keyin ishlash niyatingiz bor deb. Siz meni ishlatmoqchimisiz to'ydan keyin? Endi bitta oilani bitta odam hali bo'lma qiynalib qoladi. Siz aytgandek zo'r mali binasa qilib yashash uchun ishlash kerak. Bitta sigirni puli yetmaydi.
Uyalmaysiz. Puli yetmaydi. Voy, uyalmaysizmi? Men qarang. Sizni mahringizga nima dedingiz? Uy, mashina, bo'pti uni chekka qo'yib turaylik. Hali sizlarni qalininglar ham bo'lsa kerak. Ha, bor. Sut pulimi? Ha, shundan qattiq. 20 ming so'rasalar kerak onam. 20 ming dollar? Qo'ying endi bir yo'l. Oshirib yubordingiz. Hazillashyapsizmi? Aytmoqchi qarang. Bizada ikkita qizmizda. Ha. To'g'risini aytsam, siz bitta uy olasiz. Hop. Bizlar bilan birga turasiz. Tushundingiz? Uyni mana nomiga o'tkazib berasiz-da mahriga. Birga yashaymiz. Onam bizlar bilan yashaydi. Men qaynona qaynota bilan yashamayman, demoqchiman. Tushundingiz? Bizga o'g'il kerak. Ha. Bizda o'g'il farzand yo'q, opam turmushga chiqib ketganlar. Sizlarda o'g'il farzand bo'lmagan bo'lsa, nimaga bu uchun men o'zimni qurbon qilishim kerak shunda? Qilishingiz kerak, men uchun qurbon qilishingiz kerak. Sizni nimangiz bor? Ko'rmayaptimi? Bitta gap keldi-da. Endi u hamma narsada tashada ham bor. Ayo. Tashada ham bor narsa. Prosta aytmoqchi bo'lganim, bu sizga er kerakmi yo qo'y kerakmi? Savol. Er kerak ana ishni. Hozir bu gaplaringizga qaraganda qo'y kerak degandaqa bo'lyapti-da. Yo, lekin sizdan er chiqmaydi, ishonavering. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Yo. O'zi yurish turishingizni qarang. Yurish turishimga nima qilibdi? Oydek Umuman bo'laman. yoqmadi menga. Bir chiroyli kiyinib kelmagansiz. Gap chiroyli kiyinishda bo'ladigan bo'lsa, uxlayotgan joyimda shunaqangi shoshilish bilan turgizishdi. Nima dedim? Sam qarochi uchrashuvda qiz seni kutyapti, quyoshda makiyajlari ham oqib ketgan bo'lsa kerak deb to'g'ri aytishgan ekan. Yo, men makiyaj qilmayman, tabiiy. O'rnidan shundoq ko'zimni ochdim deyman, akam esdim, ustimga mana ko'ylakni shundoq oldim, kiydim, shundoq chiqib ketdim. Endi o'yladim, что ana yasan-tusan qilib, chiroyli kiyinib, bormasam ham bo'laversa kerak deb o'yladim. Bitta ochiq haqiqat aytaman. Shirin haqiqatda. Sizdan er chiqmaydi. Er chiqmaydi? Faqat mashinada aylantirib yuribsiz, qarang. Nima qilay? Menga quruq er umuman kerak emas. Hozirgi qizlarga quruq kerak emas. Tut. Yo'q, tushundim sizni. Qarang, quruq mashinada aylantirib yuribsiz. Nima qilay? Savol. O'zi bir restoranga taklif qilganingiz yo'q. O'z taklif qilish niyatingiz ham yo'q. Hozir ba'zan qarang, siz gapirayotgan gaplaringizdan restoranga emas, pirojkaxonaga ham taklif qilgim kelmay qoldi. Ayo, o'zingizgacha mosini toping, mana Mashina. degan. Uy, mashina, yana nima? Qalinga 20 ming pul, undan keyin Tailand. Nima yana отдельно yashaymiz, yana biz bilan yashaysiz. Oho. Yana bitta achchiq haqiqatni aytaymi men ham sizga. Oyim burgut sizga o'xshagan tovuqlar uchun o'stirmagan. Qanday tushundingiz? Nimadir hidi chiqyapti shu mashinangizdan. Nimanidir hidi? Ha, Nimanikina? bilmadim. Shu sigirni yonidan srazi sutini sog'ib kelganmisiz deyman. Sigir yo'q, uxlab turdim. Bilmasam. Sigirlarim sizdan chista yuradi, ishonasizmi? Bir kunda 2 mahal, bir kunda 2 mahal Claire shampun bilan yuvinadi. Nima shampun? Claire shampun bilan obeddan keyin soat 2 da basseyn qabul qilishadi. Yo'q, ishonmayman. Ishonmayman. Faqat siz sigirga emas, o'zingizga ham e'tibor beravering. O'zimga juda qattiq e'tiborni o'zimga berganimdan haligi Ayo. shunaqa nima o'xshamayaptimi? Rabiz unaqa qilmang. Yonboshdan shunaqa g'alat ko'ryapti, ani eng kichkina, yosh kichkina bolasi bo'ladi. Qaramang, to'g'ridan qarang. Siz endi nima qarab turibsiz-da, men sizni 9 ga o'tib qara olmayman-da, boshqa qayerga. Ilojini qiling, chiroyli ko'rinish uchun. Endi men majbur emasman-ku. Bunday qilib qaraymi? Necha girdingiz? 23 ga. 23 ga kiribsiz, singlim, qarang sizga maslahatim. Mavla bizga yo'l beramiki, nima deb o'ylaysiz? Yo'l bermaydi. Sen ham unaqa xarakterda bo'lmang. Voy, ensalarimni qotirmang, sizga nima? Shuncha issiqda sizni kutdim, kelib sizni kutamanmi? Men sizni bunaqa deb o'ylamagandim. Sizga yaxshi to'g'ri maslahat beryapman, qanaqa qilsiz o'zi?
Voy. Oilamizda o'g'il yo'q deyapsiz. O'g'il bo'lmaganimga yarasha aytyapti. Gapirasiz, umuman yo'q. Endi endi erkak kishiga yarashmaydi. Shunday yashash kerak-da hayotda. Shunaqa yashash kerak. Hozir indamasam 2 minutdan keyin o'zingizga mahram so'raysiz, ishoning. Bunaqa erkaklar ham ko'payib ketgan. Ensalarim qotib ketadi sizdaqa bolalar bilan ko'rishgani chiqsam. Fu. Siz qarang, sevib turmush qurishni xohlaysizmi yoki pulga turmush qurishni xohlaysizmi? Voy, qanaqa sevgi? Nechinchi asrda yashayapsiz? Qanaqa sevgi? Sevgi yo'q ketganmi? Yo'q. O'siz? Ha, yo'q. Quruq sevgiga kim qorni to'yadi? Achchiq haqiqatni tan oling. Quruq sevgiga ham ozgina Boshlanib ketdi. hisobiy xato qilgan ekansiz. Ey, umuman gaplaringiz yoqmayapti deyman-ga. Orzu havaslarim aytsam, sizni ishlataman. Bo'lmaydigan orzu havaslarni gapiryapsiz-da, o'zingiz o'ylab ko'ring, gapirayotgan gapingizni. Bo'ladi. Sizga bu Kim sizga uy, mashina, Tailand отдельно yashaymiz, uy olib berasiz men nomimga desiz, kim uylanishi mumkin o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana bratda ham soch to'kilib ketgan ekan. Kim to'kib yuboribdi? Sizga o'xshagan xotinga uylanib olgan bo'lsa kerak-da. Mana uylanibdi-ku, zato mayli, mani erimning ham sochi bo'lmasin, qorni bo'lsin, zato shu narsalarni qilib bersin. Mayli. Kechasida qiynalib qolasiz. Nimaga? Yo'q, u qiynalib qoladi yo'q. Qarachi qiynalasizlar demoqchiman. Yo'q. Erkak kishiga soch nima kerak? Nima kerak soch? To'g'ri aytasiz, bu tomon. Pul bo'lsa bo'ldi ekanda, sizlarda hamma yo'q hal bo'lib ketar ekan. Ha, shunaqa. O'sha gapirib-ku, asablarim buzilib ketyapti, ishoning. Bola ham tug'ib berasizmi? Xatayapti. Bizni video kontentlarni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, Aydanat orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Aydanat silkasi kommentariy va opisiyalarda bo'ladi. Albatta bu bizni keyingi videolarimiz chiqishi uchun motivatsiya bo'ladi. Shuncha narsani qilib bergandan keyin Ha, tug'ib beraman, конечно. nechta? 6 ta. 5 ta qiz, bitta o'g'il. Chunki men qizni yaxshi ko'raman-da. 5 ta qiz, bitta o'g'il? Bu kimga aytib ko'rganmisiz yana mana shu gaplaringizni? Yo, birinchi marta uchrashuvga chiqishingizmi? Birinchi marta. Unaqa o'xshamayapti endi xotirishlaringizdan. Chota ko'pchilikdan bu gapni eshitgansiz. Bunisidan ham shu gapni eshityapman deb turib, ensa qilyapsiz. Конечно, arziysiz ensa qotirishga, ishoning. Shuncha men sizni issiqda kutibman. Umuman arzimas ekansiz. Yana ishlaysizmi u bu? Umuman arzimas ekansiz? Ha? Siz ancha arziydigan odam emas ekansiz. Yo'q, ko'zlaringiz kattaroq oching. Yana qancha katta oching? Hali uyqungiz ochilmabdi sizda. Olmasa hali shunaqaroq. Yuzingizni yuvib chiqish Agar uyqum ochilgan bo'lganda chiqmasdim. Tahorat? Ha. Uyqungiz ochilmagan chunki sizni. Besh mahal namoz o'qiyman, alhamdulillah demadingiz. Ha, o'qiyman, mana tirnoqlarim. Kiprigim o'qiyman. O'qiyotgan namozlaringizni Xudo qabul qilsin. Xo'p. Faqat namoz o'qiysizmi? Ma'ruza ham eshitib turish kerak. Xo'p. Men aylantirib yuribsiz, Nima odam qilay? nerviga Nima qilay? tegib. Bo'pti-da, qarang, O'zi bo'pti siz bitta. bilan kelishmadik-ku. Kelishmadik? Ha, Yoqmadimmi? umuman yoqmadi. Bitta siz menga yoqmaganingizdek. Yaxshi bo'pti. Umuman yoqmadingiz menga. Shunaqangi erkaklar ko'payib ketgan. Qanaqangi? Yo, o'zi aytaman-da. Hozirgi bola alfons bo'lib ketgan, bilasizmi? Juda ham alfonslar ko'p. Nechtamiz? Hamma yillarni bitta joyga qo'yib yo'q borish kerakmi? Zo'r gapirdimmi? Gapirmang. Arziysiz chunki. Bo'pti, uchrashib turamizmi hatto? Yo'q, men siz bilan to'g'ri kelmagan taqdirimizda ham uchrashib turaylik hatto. Men siz bilan hayotda endi ko'rishmayman. Ikki dunyo bir bo'lsa ham ko'rishmayman. Men bunaqa insonlar bilan hayotda Men ko'rishmayman. ham xuddi shunaqani shuni o'ylayapman. Nimani o'ylaysiz? Qaytib hozir siz ketganingizdan keyin siz bilan yana qayerda ko'rishib qolaman ekan, boshim aylanib. Ko'rishib qolsam nima qilaman ekan, nima qilay ekan? Yo'q, tushingizda ham ko'rishmayman bilan, iltimos. Yo'limdan umuman chiqmang. Keyin men tashlaganingizdan keyin bir mashinangiz mo'yka-poykaga olib boring. Nimani hidi kelyapti? Aytdim-ku. Anaqa Sigiringizni hidiga oldi. yo jun biznesi bilan ham shug'ullanib turaman-da. Jun olib sotaman.
mashina ilgalayotgan. aynigan nimadir. Bu orqada bor, ko'rsataymi, ko'rasizmi? Yo'q. Hozir Yo'lda sizga bunaqa arzon aylantirib beraman. yuravermang, to'xtating. Qo'rqaman, siz bilan aylanib yurmayman-ku, na suv beryapsiz, na boshqa qilyapsiz, na restoranga taklif qilyapsiz. Shuncha sabrimni sinadingiz. Yaxshi bo'pti. Qarang, sizga o'xshagan qizlar shunaqa ko'payib ketgan. Gelik Xo'p, mashina, xo'p, Tailand, xo'p, Andel yashaymiz. xo'p. Bir balolar. Xo'p. Shunaqangi asabimiz buzib, Xo'p. sabrimni sinadingiz. Sizni ortiq umuman ko'rishni istamayman. Xuddi kinolardaqa bo'ldimi, nima deb o'yladingiz? Paka. Xayr. Bekor kelibman. Umuman go'xta. Men uyqumdan bekor turibman sizni deb. Ey, yo'qoling.